har bitta biznesiga tushunishi kerak bo'lgan instrumentlardan biri bu CRM hisoblanadi. Agarda siz biznes egasi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun tayyorlandi. Xo'p, agarda bitta sotuvchingiz bo'lsa, uni nazorat qilishim kerakmi deydigan bo'lsa, ha, nazorat qilishingiz kerak. Chunki biznes egalari masalan, Instagramingizni ochib berdi sotuvchiga, hammasiga javob beryaptimi degan savolga taxmin bilan ha javob beryapti yoki ishonch bilan ha javob beryapti deyilmaydi. Klientlarim kuniga 70 ta yozdi, 70 tadan 69tasiga javob berdi deyiladi. Yoki Telegramdan mana shuncha raqamda yozdi, yoki Facebook targetdan mana shuncha lead keldi, mana shunchasiga javob berdi deyiladi. Va aslida ko'radigan bo'lsak, masalan, Facebook targetda yoqadigan bo'lsangiz ham hamma leadga joyida javob berilmaydi. Esidan chiqib qolishi mumkin, har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. CRM shu holatlarni oldini oladi. Endi ushbu videoda CRMning aynan AMA CRM bo'yicha bazaviy nastroykalar nimadan iboratligini to'liq ko'rib chiqamiz. Har qanday holatda ham CRMdagi воронкалар degan tushuncha bor. Demak, birinchi navbatda har qanday sharoitda ham воронкаларingizni sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda воронкалар har bittasini chiqarish, ketma-ketligi, logikasi bor. Va o'shalarga asoslanib logikalardan kelib chiqib, kval, sotuv, buyurtmalar, konsultatsiya, webinar, number agency degan воронкалар tuzib chiqilgan. Bu o'zimizni CRM ko'rinishida keltirilyapti. Endi настройкasiga o'tamiz. Bu yerda nimalar bor deydigan bo'lsak, birinchi navbatda Facebook formalari ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni Facebook formalar bu klientlar bilan target yoqdingiz. Target yoqqandan keyin avtomatik ravishda Instagramga, Facebookdan leadlar kelib tushishi kerak bo'ladi. Lekin bu unaqa forma emas. Bu o'zingiz link berib, masalan, leadlarga o'sha yerda ro'yxatdan o'tish uchun keltirib o'tishingiz mumkin bo'lgan forma. Ikkinchisi bu Instagram. Instagram bu direktda ulash mumkin, kommentariyalar ulash mumkin. Buni alohida ajratib olish kerak bo'ladi. To'g'ri, kommentariya bu ko'payib ketadigan bo'lsa, uni avtomatlashtirish boshqa usullari bor, lekin boshida kommentariyani ulash sizlarga foydali bo'ladi. Keyingisi bu Facebooklarni aynan ulash, Facebook qismidagi ma'lumotlarni ulashlik kerak bo'ladi. Bu yerda ko'rsanglar shuncha audit debman, shuncha Facebook forma qilingan bizda va bundan ko'payib ketishi ham normal holat hisoblanadi. Va keyingisi bu Telegramni ulash hisoblanadi. Telegramda ham ulash ketma-ketliklari bor. Telegramda aynan gruppalarga chatlar tushsin yoki tushmasin deyishingiz mumkin bo'ladi. Yoki aynan sizni biznes Telegram akkauntingizga yozganlar botga ko'rinsin deydigan bo'lsangiz, uni ham ko'rsatish mumkin bo'ladi bemalol. Buni ham muammosi yo'q. Faqat ketma-ketlik ravishda nimani ulashim kerak, qanaqa qilishim kerak degan savollarga konkretniy javob berib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi sizlar uladinglar deylik. Shu ketma-ketliklar asosida qildinglar, ishladinglar deylik. Yana nimani qilishim kerak deydigan bo'lsanglar, воронкani tushundinglar. Воронкani tushungandan keyin leadlar avtomatik tushyapti. Endi nima qilishim kerak deydigan bo'lsanglar, bazaviy настройкада bu yerda poliyalar bor. Bu yerda kontaktlar poliyasi bor. Ikkinchidan bu сделка poliyasi bor. Klientlaringlar haqida to'liq ma'lumot beruvchi poliyalar hisoblanadi bu yerda. Va endi agar yangi bo'lsanglar bu sohada, sotuv bo'limini endi shakllantirayotgan bo'lsanglar, bizda maxsus taklif bor. Shu CRMni 1 oy davomida to'liq 0 dan to pro darajasigacha o'rganishinglar mumkin bo'ladi. Buni qilishimiz uchun nima kerak deydigan bo'lsak, biz birinchi navbatda bazaviy настройкалар uchun 20 ta standart video darslik tayyorlaganmiz va 20+ dan oshiq aslida. Umumiy 6 ta mavzuni qamrab olgan bu 20 ta videoni tugatganinglardan keyin biz sizlar bilan qaysidir tariflariga qarab bemalol nima qilishimiz mumkin, ishlashimiz mumkin individual ravishda yokida o'zim qilaman desangiz, unda ham muammosiz. Standart bilan biz bilan ishlashning nima foydasi deydigan bo'lsak, bir xil bizneslar bo'ladi. Lekin ular воронка etaplari 2-3 xil tartibda o'zgarishi mumkin bo'ladi. Shuni asosida farqlab olish mumkin. Endi standart tushunarli, start tarifida faqat videolar beriladi. Shu 20 ta standart videolar, qo'shimcha ma'lumotlar, prezentatsiyalar taqdim qilinadi va videolarga doimiy kirish huquqingiz bo'ladi. Ikkinchi tarifimizda esa sizlarda to'liq men bilan ishlash imkoniyati mavjud. Ya'ni воронкалari full to'g'ri sozlab olishinglar mumkin bo'ladi bemalol. Umumiy 4 ta onlayn uchrashuv tartibida bo'ladi bu narsa va 3-tarifimiz bor, premium tarifi. Bu 6 ta onlayn yoki offlayn o'zinglar tanlashinglar mumkin bo'ladi va
ikkita Islomjon Tursunov bilan mana rahbarim maxsus video chat bo'ladi. Bizneslar razbor qilib qayerga ketishinglar kerak aniq belgilab beradilar. Undan tashqari CRM to'liq tatbiq qilish, ya'ni to'liq razbordan keyin nimalar kerakligini haqida 100% ma'lumotga ega bo'lasizlar. Undan keyin avtomatik ravishda o'zinglar qilishingiz mumkin bo'ladi. Va VIP Telegram guruhi bor bu yerda. To'g'ridan to'g'ri bizga bemalol 3 oy davomida istagan savollaringlarni bersanglar bo'ladi. Shu asosida tariflar farqlanadi. Umuman CRM kursi haqida qo'shimcha yana ma'lumotlar olish uchun pastda havolani qoldiramiz. O'sha havola orqali ro'yxatdan o'tinglar. Bizda menejerlarimiz sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tishadi. Keyingi etapimiz nima deydigan bo'lsak, polilarni sozladik. IP telefoniya uladik. IP telefoniya bo'yicha ham alohida bizda darslik bor. Uni olish uchun kommentariyada IP telefoniya degan kommentariyada IP telefoniya deb yozib keting. To'liq IP telefoniya qanaqa turlari bor ma'lumot berib o'tilgan. Endi bu yerda bizda keyingi etap bu bazaviy widjetlarimiz bor. Ya'ni bu yerda ko'rishinglar mumkin. Распределение bor, double kontakt bor, yaxshirog'i abonentdan ko'rsatishim. Bu widjetlarni qanaqa tushunish kerak deydigan bo'lsangiz, sizlar xohlasanglar ham, xohlamasanglar ham bu widjetga kelasizlar. Qanchalik erta kelishinglar bu o'zinglarning xohishinglar. Masalan, aytaylik, double kontakt, распределение, новое копирование, double сделка, копирование сделка, команда F5. Bularning maqsadi nima deydigan bo'lsak, bu bittasi analiz chiqarib berishga yordam beradi. Bittasi to'lov va masalan, сделкаlar bo'yicha ограничение bor CRMda. Masalan, double kontakt, double сделкani o'rnatsanglar, сделкаlar bo'yicha ограничение sifatsiz bo'lib ketmaydi va umumiy boshqa etaplari ham bor. Bu bazaviy CRM o'rnatdim degan holatda mana shu narsani bilishinglar sizlarga plyus foydali bo'ladi.